Bu Alisher aka 15 yillik tajribali shifokor. YouTube'da 200 mingdan oshiq obunachilari bor. Ular challenge o'tkazsalar, odamlar 10 kilogacha ozorlaydi. Lekin ularda bitta muammo bor. Mijoz pul beraman deb turgan paytda ham ular sota olmaydilar. Agar shu to'siq yechilmasa, ularning 30 ming dollarlik zapus rejasi qog'ozda qolib ketadi. Ismim Humoyun Sobirov. Ta'lim sohasidagi tadbirkorman, zapusklar bo'yicha mutaxassisman. Aynan zapusklar orqali biz yiliga bir necha million dollarlik sotuvlarni amalga oshiramiz. Bu videodagi tahlilda produkt odamlardagi eng katta kasallikni davolaymiz. Ya'ni zo'r mahsulot qilib, produkt ishlab chiqib sota olmasligi. Assalomu alaykum barchaga, hamma kursdoshlar. Hayajon bor ozgina. Hozir rosa hali tandirni ichidamiz. Jarayon ketyapti. Savollar tug'ilib qolyapti. Shuni xudo xolasa shu anaqadan keyin, razbordan keyin javob olamiz deb kelganmiz. Aytib bersangiz, proyekt. Xo'p, men 15 yillik tajribaga ega oliy toifali shifokorman o'zi. Hozir yo'nalishimiz dietologiyaga o'zgartirganmiz. 2 yil bo'ldi bunga. Bunga sabab nima bo'lgan? O'zimdagi vazn bo'lgan. Menda 110 kilo vazn bo'lgan. Keyin bu ko'pchilik tashqaridan haligi maslahat berish osonda. Dietologlar ko'p hozir maslahat beradi, lekin ichidan his qilsangiz qiyin jarayon. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bu jarayonda rosa qiynalganmiz. Shuning uchun ichiga o'zim shifokor bo'lganim uchun ichidan biokimiyasini, ximiyasini, biologiyasini hamma yo'g'ini tubdan bilganim uchun bu yo'nalishga o'qishni boshladim Rossiyada. U yerda biz vrach nutritsiolog, vrach dietolog yo'nalishi bo'yicha o'qidim. O'zim sog'lig'im uchun, kerakligi uchun o'qidik. Keyin qolganlarga ham уже orada 20 kilo vazn tashlaganimdan keyin уже vrachman. Oldimga tanish bilishlarda ham qiyinchiliklar bor. Menga jo'natishadi kuniga 2 ta 3 ta shunaqa konsultatsiyalar boshlandi ozishlik bo'yicha. Shu bo'yi shuni ichiga kirib ketdik-da, bitta zapusk qilishga qaror qilganmiz. Eng katta xatoyim bo'lgan. Birinchi xatoyim prodyuser topganman. Где-то bir haftaning ichida shunday prodyuser topganmizda, bu prodyuser ham boshlang'ich bo'lgan. Bu bilimni egasi bo'lmagan. Men ham xuddi shunaqa. Men aytganman unga 2 haftada короче talab bo'lyapti, qilib ko'raylik, sotaylik deganman. Bo'pti degan. Webinar qilganmiz. 2 yil bo'ldi bunga. Webinarda katta stress bo'lgan. Webinarda qatnashganlar 500 ta atrofida qatnashgan, chunki menda o'zimda YouTube kanal bor. YouTube'da 223 mingta obunachi bor. Bundan tashqari Instagramda katta xatolardan bittasi giftda qatnashib qo'yganman. 1 millionta obunachi kelgan. Undan hozir 600 mingtasi qoldi, lekin kanal 1 tiyinga qimmati bo'ldi уже. Hozir yangi kanal ochganmiz, dietologiya yo'nalishi bo'yicha. Bir oyda 15 ta video qildim. 15 ta videoda 7100 ta obunachi kirdi. Bunga 20 dollar sarfladik. Targetga 10 dollardan ikkitasiga sarfladimda, bitta videoyim uyda oddiy sharoitda qilingan video zo'r ko'rildi. Probniga qo'yayapman, yaxshi ketyapti. Keyin to'xtab qolganda asosiy reelsga joylab qo'yaman. Unda ham 5-6 mingta prosmotr bo'ladi. Shunday bo'lib, ikkinchi marta yana rekomendatsiyaga chiqar ekan. Keyin shuni ishlatdik. 10 ta xuddi shunaqa video qildim. 20 mingta, 30 mingta, 40 mingta prosmotr bo'ldi. Menga Chatplace ishlatdik unga. Chatplace'ga 150 ming so'mmikin, 180 ming so'mmikin pul to'ladik. Call to action qildim, xolos. Og'riqda aytdim, og'riqqa ozgina yechim aytib turib, ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, challenge o'tkazyapman, challenge kuzatishingiz mumkin. To'g'ri Telegram kanalga haydadik. Telegramda 2200 ta hozir bo'ldi. Undan imенно challenge-ga qatnashuvchilarga yana bitta Telegram kanal ochdikda, где-то 1000 ta odam yoqqa o'tdi. Ular challenge-ni kuzatishda hozir 10 ta ishtirokchini olganmiz. 10 ta ishtirokchi уже tugadi bugun. Natijalar -10 kilogramm gacha natijalar bo'ldi bir oyda. Bular hammasi kursda ochilishini kutyapti. 10 tadan menimcha yarmi sotib olsa kerak. Bularga biz aytgan narsamiz, qolganlar ham sotib olish mumkin. Endi hozir maqsad nima bo'ldi? Maqsad hozir endi 1000 ta odam bizni tashqaridan shu 10 ta odamni ozdirayotgan jarayonimizni kuzatdi. Endi shularga bitta bepul darslik rejalaganmiz. Oddiy Google Meet pul sarflamagan holatda, oddiy obstanovkada bunaqa darsliklarni 2 ta qilib ko'rdim orada. Prosta sotib ochmasdan qanaqa bo'ladi desam, где-то 1000 ta odamdan 100 tagacha odam kirdi. 70 ta, 80 ta, 100 ta
odam kirdi, oxirigacha o'tirdi. 2 soat, 2,5 soat, 3 soatgacha davom etdi darslar. Bemalol haligi kuzatishdi. Endi maqsadimiz shularni keyslarni ko'rsatib turib, 1000 ta obunachiga. Keyslar orqali u 1000 taga sotuv ochish birinchisi. Ikkinchisi bu 10 ta bilan sazon orqali oxirgi darsim bor ularga vaznni ushlab qolish, qayta semirmaslik bo'yicha shu orqali yana 10 ta insondan bilmayman maksimalniy hammasiga sotish maqsad. Keyin jarayon nima bo'lyapti? Hozir VSL qilganmiz, ya'ni litmagnit video qildim уже. Necha minutda? 44 minut bo'ldi. Gazeta 42 minutga qisqarsa kerak yana. Shu atrofda bo'ldi. Litmagnitni to'g'risi ssenariyda o'zingizni haligi 1 milliardlik litmagnitingizni copy paste qilganman. Strukturasini copy paste qilganman. Zo'r. Prezentatsiyangizni ham shuni copy paste qilganman. Prezentatsiyaga yozadigan odamni istasam 30 ming so'm ekan bitta slayd yasab berish. Menda gazeta 60 ta plus undan tashqari yana 20 ta 30 ta bor edi. Shuni Cloudga $20 berdimda, Cloudga qiziqib qolganman. Cloudga shunday berdimda, xullas mana shu Humoyun Sobirovniki bilan birga bir bo'lsin dedim. Faqat dedim menda o'zimning so'zlarim bo'lsin dedim. Bitta berdim. Tashab qo'yaman, ko'rasiz. Zo'r, birga bir. Shunday chiqdi. Endi buni montajchiga berdik, haligi videoga endi yonboshdan chiqardik. Sizga bilan to'liq copy paste bo'lish kerak edi endi. Shunaqa qilib chiqarmoqchi bo'lib unga montajyorga berganmiz. Hozir montajyorlar necha muammo yo'q. Haligi vaqtida endi qiyin ish bu, to'g'ri, haligi uzoq video. Mana shunga ozgina vaqt ketyapti. Hozir bugun target anaqa litmagnit uchun kreativ yozib bergan, prodyuser olganman. Litmagnit siz auditoriyangizga beradigan bepul, juda ham qiymati katta bo'lgan kontent. Ya'ni bu aslida PDF bo'lishi ham mumkin, lekin eng ideal formati bu video, ya'ni 30-40 minutlik video darslik bo'ladi va u yerda siz o'zingizni tanishtirishingiz kerak, kimligingizni aytasiz, undan tashqari kontent qism bo'ladi va oxirida o'zingizni produktingizni taklif qiladigan qismi ham bo'ladi. Ya'ni siz ekspertligingizni ochasiz, tanishtirasiz, foyda berasiz va oxirida sotuvni amalga oshiradigan instrumentingiz ham bo'ladi. Prodyuser mana shu eski prodyuserga qaytganman. Nimaga desangiz, qadriyatlarimiz to'g'ri kelgan, u ham xato qilgan. Teng xato qilganmiz, teng tushunganmiz. U ham hozir o'quv jarayonlarini baribir kuzatyapti. Prodyuser bo'lgani uchun birga bir. Unda ham o'sha bilim bor. Birga ishlab ko'rganmiz, masalan, yomon eshikni yopmasdan xayrlashuvdik. Mana yana birga ishlayapmiz hozir. U ham hozir borini beryapti. U plus tomoni prodyuserim ham target yo'nalishi bo'yicha kuchli inson bor ekan, ismini bilmayman. Shu target bo'yicha shu odamda o'qigan o'zi, ham targetolog, men o'zim ham montajyor, ham metodolog, ham challenge o'tkazuvchi, hamma yo'nalishda ikkovimiz ham borimizni beryapmiz. U bola ham uxlamayapti, men ham uxlamayapman. Kecha futbol ham ko'rganmiz, 2 da uxlaganman, 2-3 da. Hozir ertaman ham turib, shu anaqa syomka qildik. Kreativ. Mikrofonni o'chib qolgan ekan, 2-3 ta video qildim. Qarasam oxiridagi ovoz yo'q. Endi yana bir kunga Toshkentda qoladigan bo'ldim. Joy gaplashib qo'yganmiz, akamning joylari bor. O'sha yerda endi ertaga kreativlarni 10 tasini olib turib, jarayon target yoqish jarayoniga kelganmiz. Biz kreativ olib berib turib, litmagnitni joylab turib, maqsad YouTube orqali o'zi alohida videolar qilib sotaman. Litmagnitdan tashqari yana bir 10 tacha video qilib sotmoqchiman. Litmagnitdan inshaalloh ko'proq natija kutyapman. Kutuvim bor. Hozir yangi Instagram kanalda 7000 ta odamdan stories ko'p qo'yib yubormayapman, lekin bitta haligi progressni uni ham siz haligi anaqangizni olganmiz. Nima Murodjonga iltimos qildim, tashlab bergan. Progress yozish bo'yicha shuni cloudda ishlatyapman. Progress yozib beruvdik. Gazeta 1000 ta, 1200 ta stories ko'rildi. Zo'r. Ishlaydi ekan. Zo'r ishlaydi ekan. Demoqchi bo'lganim shunday, kopiya qilyapman xolos ko'p narsani. Chunki ulg'mayapman, realni ulgish qiyin bo'lyapti. Shuning uchun sizdan ko'proq narsani o'g'irlashga to'g'ri kelyapti. Zo'r. Rozi bo'lasiz? Shuni qilyapmiz. Hozir sotuv bo'yicha keladigan bo'lsak, sotuv bo'yicha maqsadimiz 30 minglik zapusk qilmoqchimiz. 30 minglik zapusk qilishimiz uchun o'ylaganmiz, bizga 3000 ta
lit kerak bo'ladi deb o'ylaganmiz. Kursimizni narxini 1,5 million deb olganmiz. Lekin uni predzapis ochib turib $100 o'rtacha $100dan sotmoqchimiz. 30 minglik sotuv. Ha, bu yerda bizga 3000 ta lit kerak deb maqsad qo'yganmiz. 3000 ta lit olishimiz kerak, общий. Shundan 300 ta sotishimiz kerak. Maqsadimiz. Lit 3000 ta 300 ta sotuv. 300 ta sotuv qilishimiz kerak. Bundan o'ylaganim lit magniti orqali menimcha bir 150 ta sotmoqchiman. 150 ta lit magniti orqali sotishim uchun menga 150 ming ta ko'ruv kerak bo'ladi. 150 ming ta ko'ruvni 150 ming ta? Prosmotr. Nega? Yo, endi bilmayman, shunaqa 1% deb oldimda. 1% emas, ko'proq bo'ladi. Kamida 3% bo'ladi. Ha, men endi minimumini hisoblab turib, o'rtacha menimcha 150 ming ta ko'ruv qilsam, shundan 1% sotib olsa, shunda menimcha 150 tani sotsam kerak deb o'ylayapman. Hozir ikkita lit magnit rejalashtirganmiz. Birinchisiga qayta semirmaslik bo'yicha уже bo'ldik. Ikkinchisini xudo xolasa buni zapuski 20-iyulda xudo xolasa lit magnitni joylaymiz YouTube'ga. Unga kreativlarga target yoqib yuboramiz. Shu bilan hozir jarayonda bizni muammoga solayotgan narsa sotuv. Sotuvda hozir sotuvchi yo'q, istayapman anchadan beri. Talkovoy sotuvchi topolmayapman. O'zi 2 kishimiz, lekin baribir 2 kishini kuchi yetmaydi deb o'ylayapman men. Bilmadim yana. Kasdev qildik, 20 ta inson bilan kasdev qilganmiz. Unda sotuv ochmaganman. Ochib ko'rganman ikkitasiga. Ikkalasi ham sotib olaman degan. Bu kasdevni ham sotuv anaqasiga qo'shganmiz. Kasdev orqali sotuv обязательно qilamiz. Sababi buni oddiy YouTube kanalimga qo'yganman. Mana shunaqa sizlar bilan birga-bir suhbatlashaman deb turib Google forma to'ldirishni berganmiz. Undan где-то 70 tamikin odam boshida qoldirgan, zaявка qoldirgan. U zaявkaga 20 tasi bilan gaplashib chiqqanmiz. Shu 20 taga hammasiga sotuv ochmaganman, lekin ikkitasiga prosta. Bu paytda hali metodologiya ham tayyor emas edi. Kursimiz endi boshlangan payt edi. Shunda ikkitasi gaplashgan paytda sotuv ochib ko'rganimda sotib olaman degan. Birinchisi Kasdevdan sotuv qilishimiz kerak, lit magnitdan sotuv qilishimiz kerak. Keyin menimcha storiesdan ishlatamiz. Chunki o'zim maza qilyapman, noldan ko'tarishsiz boshqacha bo'lar ekan kanal. Instagram orqali ham xudo xolasa sotuvlar qilamiz. Keyin Zoom orqali sotmoqchiman. Sababi bu dars o'tishni yaxshi ko'raman. 2 soat, 3 soat. Sotishni yaxshi ko'rasizmi? Sotishni ham yaxshi ko'raman. Lekin sotib ochmadim lekin. O'sha sotishni yaxshi ko'radiganga o'xshamayapsiz-da. Hamma joyda o'sha oxirigacha boryapsiz, sotadigan etapida sekin yana orqaga qaytib, aylanib. Sotuvchi istayapman-da. Yo'q, unaqa emas. O'zingiz sotishni yaxshi ko'rishingiz kerak. Birinchi mana sotuvchi qachon zo'r sotasiz? Siz birinchi o'zingiz zo'r sotsangiz, zo'r sotishni ko'rsatib bersangiz, keyin u davom ettira oladi. Nimaga sotish sotolmayapsiz deymi? Chunki o'zingiz qanaqa to'g'ri tanlashni ham bilmayotgan bo'lishingiz mumkin. Nimaga to'g'ri tanlashni bilmayapsiz? Chunki o'zingiz sotishdan maza qilmasligingiz mumkin-da. O'shaning uchun ham eng birinchi narsa bu o'zingizda anaqani ko'paytirishingiz kerak. Ya'ni mana hozir 10% konversiya qilgansizda, aslida 10% emas, 20% qilsa ham bo'ladi. 20% qilsa sizga 3000 ta emas, 1,5 ming ta yetadi. 1500 ta bilan bemalol sotib qilsa bo'ladi. Endi 300 ta sotish uchun oddiy Kasdev 60 ta odam bilan Kasdev o'tkazing, 60 tadan 30 ta sotadi. Birinchi 30 sotuvingiz bor. Keyin 1000 ta Telegramingizda odam bor, to'g'rimi? O'zi 2200 ta, ularda ham ko'ruvlar zo'r. Ma'lumotlar tashlasak, где-то 4000 ta ko'radigani bor. Yo'q, oxirgilari nechta ko'radi? Oxirgilari 1000 ta ko'radimi? 1000 ta atrofida ko'radi. U lekin anaqa prosta ozishlikka qiziqadiganlar ular. Haligi challenge ko'rgani kirganlar alohida boshqa kanal. O'sha challenge ko'rgani kirganlarda og'irligi kattaroq, to'g'rimi? O'sha challenge ko'rgani kirgan 300 ta 400 ta ko'radi ular. 300 ta odamdan, misol uchun 50 tasiz soting. 300 ta xatdan. Ha, 300 tadan 50. Mana zoom qilasiz. Zoomga kiradi, misol uchun 100 ta kiradi, to'g'rimi? Mana oddiy bu yerda ham zoom qilasiz, 100 ta odam kiradi, 100 ta odamga
sotuvni ochasiz, 30 sotib oladi. Keyin o'sha kanalni o'zida yana progress qilib biz sotuv ochyapmiz deysiz, yana 20 ta sotib oladi. Mhm. Ya'ni bemalol 50 ta, ya'ni bemalol sotsangiz bo'ladi. Bu aniq predzapis tagi Telegram bu. Endi Instagram predzapis. Hop, 1000 ta odam bormi? Hozir ko'rayotgan stories. Storiesda haligi imенно haligi qizdirib turib olib kiradigan bo'lsam 700 ta, 800 ta, 1000 tagacha ko'radi. 100 talik Lekin olasiz. oddiy narsalar qo'ysam, lifestyle'lar qo'yadigan bo'lsam, где-то 300 ta, 400 ta atrofida ko'radi. 100 tagacha olsangiz bo'ladi. Mhm. Bittada ola olmaysiz 100 tani, 2 marta 3 marta qo'yganda 100 ta ola olasiz bemalol. 100 talik oladigan bo'lsangiz 100 tadan o'zi storiesda juda baland bo'ladi. Chunki siz tanigan, kuzatayotgan odamlar bo'ladi. Bu yerda konversiyani eng kamida 20%. Deylik, 25% desak ham, masalan, 25 sotuv bor. 25 sotuv bor. Bu degani siz 100 ta sotuvingizni mana shu o'zida yopishingiz kerak. Mhm. Mana shu o'zida. Prezapis zapuskdagi eng yaxshi instrumentlardan bittasi. Bu asosiy sotuvlaringiz ochilishidan oldin auditoriyada talab qanchalik katta yoki kichkinaligini, o'zi umuman auditoriya sotuvga tayyormi, qiziganmi shu narsani bilish uchun va birinchi sotuvlarni boshlash uchun eng zo'r instrumentlardan bittasi. Ya'ni, agar siz sotuvingiz sentyabrning 1-kunida boshlanadigan bo'lsa, siz taxminan 15-10 avgustdagi prezapis berib, u yerda sotuvlarni birinchi testdan o'tkazsangiz bo'ladi, konversiyalarni o'lchab olsangiz bo'ladi va birinchi sotuvlaringizni amalga oshirib, kassaga pul olib kelsangiz bo'ladi. Shunaqa bo'ldi, bitta anaqaga podkastga chaqirishdi, besplatniy. Bordik, qatnashdik, undan keyin konsultatsiyalar ko'payishni boshladi. Kuniga bitta, ikkita konsultatsiya chiqishni boshladi. Konsultatsiyalarga где-то 300 ming so'm narx belgilaganmiz. Ular to'laydida biz unga tushuntirib beramiz og'riqlarini, nima qilish kerakligini. Ularga kurs bittasi bilan gaplashdim. Siz olaman dedi. Olaman dedi. Lekin sotmadingiz. Sotmadi. Yo, uni mana shunaqa menda konsultatsiya $50. Shuni lekin yaqinda kurs boshlayman. Shu kursda sotib olgan bo'larmidingiz desam, nima bor u yerda dedi. Mana shunaqa narsalar bor, modullar, sun'iy intellekt hamma yoqda integratsiya qilganmiz, hamma yoq manaqa desam, nechi pul dedi, deyodi. Sizga $100 desam, bo'ldi, kartangizni tashlang dedi. Tashlaysizmi? Yo'q. Men hali anaqa qilmadim-da, soliqlarni anaqa qilmadim-da, shunga qo'rqdim-da, to'g'risi. Agar siz ekspert bo'lsangiz va o'zingiz produktlaringizni sotmoqchi yoki sotib kelayotgan bo'lsangiz, jamoa yig'ishda, auditoriya olib kirishda yoki sotuv qilishda muammolaringiz bo'lsa yoki oldin sotuvlarni qilgansiz, hozir yaxshi sotuvlar qila olmayotgan bo'lsangiz, sizga mentorlik produktimni taklif qilaman. Bu dastur ichida bizni Adan Yagacha o'sha dogovor qilish, produkt ishlab chiqish, auditoriya olib kirish, sotuv qilish, voronkalar, darslarni o'tish hammasini to'liq qamrab olgan va amaliyotga asoslangan. Siz dasturga yozilasiz, dastur davomida o'qishni boshlaysiz va srazi o'sha olingan bilimlarni amaliyotda qo'llab ketasiz va xudo xolisi natijasi ham bo'ladi. Bu dastur haqida to'liqroq ma'lumot, formati, narxi, qanaqa bo'lishi, qachon bo'lishi, sizga to'g'ri kelish kelmasligi hammasi bo'yicha to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizlarning jamoa a'zolari sizga bog'lanishi mumkin. Uning uchun siz mana shu videoning tagidagi hol orqali ro'yxatdan o'tib nomeringizni qoldiring, biz sizga aloqaga chiqamiz. Sizda zo'r mana hammasi bilan ideal. Zo'r mana kontent aytaylik zo'r ketyapti, zo'r trafik olib kiryapsiz, YouTube ham shuncha auditoriya yig'ilgan, hamma etaplarni to'g'ri o'ylayapsiz. Prosta sotuvni yaxshi ko'rishingiz kerak. Ya'ni bilmayman yoki uyalyapsizmi? Bu normal. Misol uchun aytaylik shu paytgacha endi doktor bo'lib shu ishni qilayotganingiz bu o'zi aslida juda zo'rda. Ya'ni ancha-muncha doktor kontent qilib bunaqa yangi yo'nalishga kira olmaydi. Bu zo'r. Endi ustiga sotish ham kerak, lekin qilsa bo'ladi. Ya'ni sotishdan o'zingizda birinchi o'zingiz anaqa olishingiz kerak-da, majburlab bo'lsa ham bosh sotishingiz kerak. Siz hozir o'zingizda to'g'rilay olmasangiz, miyada balki bo'lishi mumkin, sotish sal uyalish bo'lishi mumkin sotishdan yoki sotish sal noto'g'ri deb bilishingiz mumkin. Ya'ni aytmasangiz ham ichingizda shunaqa narsa bo'lishi mumkin-da. Hozir YouTube'da o'tgan safar bitta realtor xolavachcham bor, xolam o'g'li. Unga aytdimda, "Davay" dedim, anaqa sotib ko'raylik dedim. Nima? Sen sotuvchi bo'lasan dedim. Men video qilaman dedim. Videoda dedim, sotishga harakat qilamiz, menyu sotamiz dedim. 300 ming narx belgiladik, video qildik. Uni nomerini xatoyim
pastga qo'ymaganmanda video davomida nomeri ketgan. U bechora realtor yangi telefon bo'lsa olish kerak, klient deb oladi. Olsa menyu anaqa deydi, bilim yo'q. Keyin ashunda 10 ta 20 tacha atrofida yozilishgan, pul tashlab berishgan 10 tasi. Men pulni qaytarib berganman keyin. Nimaga desangiz, bitta bemorga 3 kun vaqt ketgan shu paytda menyu tuzish uchun. Uni o'rganib, gaplashib chiqib, bunga konsultatsiya qilib, hamma yoqda o'rganib chiqib, gaplashib menyu tuzib berish uchun 3 kun vaqtim ketgan. 3 oylik menyu tuzib beramiz deganmizda, shunaqa offer berganmiz. Endi bilmaganman, lekin hozir shu narsani sun'iy intellektni ishlatgan holatda, cloudni ishlatgan holatda, u yerga haligi retsept kitoblarimi, o'qigan bilimlarimi, hamma instrumentlarni kirgizib qo'yib turib, davay anaqa qilib ber desam, programma yasab ber. To'ppa-to'g'ri. Programmada ayol kishi, erkak kishi tanlaysiz. Retsept kimsiz, go'sht yeysizmi, yemaysizmi, hamma yo'q tanlaysiz. Shuni ustida ishlayapmiz hozir. Buni qilsangiz sekund chiqarib beryapti. Bir haftalik menyuni xotirjam chiqarib beryapti. Ashuni ustida ishlayapmiz. Shuni ham qo'shganmiz. Zo'r. Mana ikki xil odam bor-da. Ikki xil odam bor. Birinchi tipdagi odam bor, bu produkt odam bo'ladi. Misol uchun produkt odami bu produktni zo'r qiladi, juda ham ichiga kirib ketadi, yaxshi ko'rib qiladi-da, lekin sota olmaydi. Misol uchun, ya'ni sotishga o'sha uyaladi yoki qanaqadir sotgisi kelmaydi tabiatan. Ikkinchi tipdagi odam bor, bu sotuvchi odam. Ya'ni u maza qiladi sotsa, yaxshi ko'rib sotadi va ishonadi. Misol produktga ham ishonadi, bunaqasiga ham ishonadi va misol uchun sizda o'sha ko'proq birinchi etapdagi holat bo'lyapti, lekin baribir misol uchun siz hammasini o'zingiz sotishingiz kerak emas. Lekin mana bu etap sizni majburiy ishingizda, mana Kazdev predzapis kamida bir o'zingiz 50 tacha odamga sotishingiz kerak. Miyangizda bo'lishi uchun ham mana yo'q. Nimaga qarang, mana o'ylang. Siz $100 olmayapsiz u odamdan. Siz unga transformatsiyani qilyapsiz. Uni hayotida ertaga transformatsiya bo'ladi. Ya'ni rostdan mana shu narsani beryapsiz-ku, o'zingizda o'zgarish bo'lgan, o'zingiz o'qidingiz bu narsada, o'zingiz doktorsiz. Hamma narsani kestirib ham ozdira olaman-da. Men o'zim xirurg bo'lganim uchun laparoskopik usulda sleeve operatsiya deydi. Shunaqa ham qilib ozdira olayman o'zi. Operatsiyaning narxi 30 million atrofida turadi, lekin odamlar mana shuni qilib ber deb kelyapti-da. Siz aytasiz, yo'q, mana qilaylik deyapman desam, yo'q deyapti, mana shuni qilib ber deyapti. Demak, kontent bilan shu odamlarga tushuntirishingiz kerak, tushunarsizmi? 30 million berishga tayyor. Lekin u noto'g'rida biz qachon qilamiz operatsiyani? Qachonki eng oxirgi etapida, уже morbidniy ожирение deydi, уже 3-stadiya ожирение. Bu уже sog'liq uchun zarar yetyapti. U 200 kilo, u ozolmaydi, qiyin bo'ladi. Shunaqa holatda yura olmaydi, fizik nagruzka bera olmaymiz. Shunaqa holatda iloji yo'q operatsiya qilish kerak bo'ladi. Bunda riski bor-da, risk katta, bir umr vitamin ichib yuradi, bir umr. Ichmasa defitsit bilan yuradi. Gemoglobin past yuradi doim. Uni tushuntirasiz. Bemor уже mana tomonni taroziga qo'yganingizda kasallik ko'proq bosganligi uchun operatsiya qilinadi. Bu operatsiyani men xohlamayman. Sababi bu estetichniy operatsiya emas bu. Hozir estetikaga o'tib ketdi-yu, hozir. Chiroyli bo'lish uchun operatsiya qildiryapti, bu noto'g'ri. Qadriyatimizga ham to'g'ri kelmaydi, lekin bilmayman, odamlarga osonroq, tezroq natija kerak-da. Bizniki unaqa emas. Bizniki sekinroq, oyiga 5 kilo oz, 6 kilo oz bo'ldi. Yeb oz, haligi cheklovlar bo'lmasin. Cheklama, foydalisini ye, zarardan ko'ra foydalini ko'proq ye. Shu maqsaddamiz. Chunki men Kasdevda nechtasi bilan gaplashdim, hammasini og'rig'i bitta, hammasida qayta semirish. Dilnoza degani bor ekan, dietologlardan, Osiyo Ismoilova, hammasidan keladi. Aloqaga chiqishadi. Ularning ham produkti yaxshidir, lekin marafon ko'pi. Marafonlar effekt уже qaytadi baribir. Anaqaniki yaxshi deyishgan, doktor Feruznikini ham zo'r deyishgan. Doktor Feruz u vrach, u bola ham, mana shuning uchun uniki ham Osiyo Ismoilovanikini ham zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Uniki ham zo'r, lekin marafon xatoroq. Ular doktor emas-da, ular men bilaman, marafon qiladiganlar o'zi ko'pi anaqa emas. O'sha majburiy narsa qiladi-da, o'zi unaqa majburiy qilib olmaydi-da. Ozadi qanchadir muddat, keyin o'sha yana qayta o'sha besa oladi. Mana endi ham savol.
Sizni sherigingiz sota oladimi, yaxshi sotadimi yo'qmi? Sherigim ham o'rtacha. Sizlar Shuning uchun biz sotuvchi istayapmiz-da. Sotuvchi istayapmiz-da shuning uchun. bunaqa holatda sotuvchi sizni qutqara olmaydi-da. Sherik yaxshi targetolog, yaxshi sherik, lekin Ikkalanglar ham mana faqat nimadir qilish ustida ishlayverasizlar, lekin yo'q unaqa bo'lmaydi. O'shaning uchun ham mana qarang, qancha muddat o'tdi hali sotuv qilmagansizlar-da. 2 yil oldingi zapuskda 3000 kirgizganmiz. Aha. 3000 kirgizib yuborganmiz. Shunda webinar bo'lgan, faqat webinar orqali gazetda 6 ta sotuv bo'lgan. Gazetda 20 ta odam yozilgan. Shundan 6 ta sotuv bo'lgan. 700 ming bo'lgan produkt. Keyin уже yana nimadir qilish kerak-ku. Keyin biz anaqa Telegramda challenge emas, reality qilganmiz. Realityda chek o'ta past bo'lgan. 50 mingdan boshlab 39 ming bilan tugagan. Shunda 160 ta odam sotib olgan. Lekin baribir общий chek $1000 atrofida qaytgan xolos. 2000 zarariga kirganmiz. Shundan keyin 1,5 yil to'xtaganmiz. Chunki men aytganman, yo'q, to'xtang, jicha bilim bilan qilish kerak shekilli. Biz risk 2 hafta, 3 haftaning ichida sira sotib yuborganmiz-da o'zimiz. Aytom, siz produkt qilishda muammo yo'q ekan sizda. Xohlagancha produkt qilib o'rgata olar ekansiz. Mana qarang, mana bunaqa qiling. Bu yerda ko'pincha sotish uchun bu hozir men sizga ikkita gap gapirganim bilan siz zo'r sotadigan bo'lmaysizda. Zo'r sotadigan bo'lmaysiz. O'shaning uchun cloud bilan men kuniga bir 20 minutdan ishlayman-da. Men qarochi sotish shakllantirmoqchiman. Menga o'shaning uchun anaqa ber deb turib, ma'lumotlar o'qing, ko'proq mana shu bo'yicha o'zingizni anaqa qiling va обязательно kuniga kamida 10 ta odamga sotishga harakat qiling. Ya'ni buni siz shakllantirsangiz, ertaga sotuvchi olib turib, shu sotuvchini o'rgata olasiz sotishga. Bo'lmasa siz o'zingiz sotmasangiz, ertaga sotuvchi olasiz-ku, ular ham sota olmaydi hech qachon. Lekin operatsiyaga keladi klientlar, bemor bo'lib, qiynalib operatsiya qildiraman deydi. Ularda rezultat sразу, endi men частный klinikada ishlayman. Ularga sota olasiz. 3 million, 4 million, 5 million, 10 milliongacha to'lov qilishadi. Produktingizga hali ishonchingiz komil emas. Prosta produktingizga ishonchingiz komil emasligi uchun, ya'ni qanchalik natija berarkin deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, o'shaning uchun sotishdan qo'rqayotgan bo'lishingiz mumkin. Endi metodologiya bo'yicha tuzlik hozir zo'r deb o'ylayman produktimni. Juda ham zo'r deb o'ylayman, sababi bu yerda ipidan ignasigacha hamma yoq kiritganmiz. Sun'iy intellektlar, kerak bo'lsa blogging yo'nalishi bo'yicha kiritganmiz. Nima kerak bor? Kimdir endi nutritsiolog bo'lib nimadir. Yo'q, kerak emas. Men o'shalar qaranglar. Metodologiya degani bu qancha ko'p narsa bersa shuncha yaxshi degani emas. Misol uchun blogging bu umuman kerak emas bo'lgan narsa. Men anaqalarni qo'shdim. Masalan, nima qiyinchilik bo'ladi? Anaqadan keyin challenge o'tkazasiz yoki nimadir marafon qilasiz, undan keyin yana eski hayotiga qaytib ketadi hamma. Yoki hammamizda to'y bor, marosim bor, restoran bor, oshna og'ayni bilan ulfatchilik bor, oshingiz boshqa qilasiz. Shunaqa holatlarni ham kiritganmiz. Yaxshi u. Lekin mana aytmoqchi bo'lganim, produktda qancha ko'p narsa bersam, shuncha yaxshi degan narsa bo'lmasligi kerak. Nima qilishingiz kerak aytaymi siz? Birinchi o'rinda olib tashlash kerak. u modulni olib tashlashdan oldin prosta siz tezda, misol uchun bir hafta 10 kunning ichida sotib qanaqadir birinchi gruppalarni boshlashingiz kerak dars sotishni. Onlayn formatda, Zoom formatda o'tasiz, yoza olmaysiz birinchi, chunki MVP qilib ko'rishingiz kerak, natijani ko'ra olishingiz kerak. Misol uchun mana mashina o'zini olsangiz, mana 100 ta odam, to'g'rimi? 100 ta odam yoki 50 ta odam bo'lsa, 50 ta odamga o'sha $100 dan sotib oladi, $5000 bo'ladi va ular bilan ishlaysiz. Qolgani mana lead magnetlaringiz, qolgan etaplar ketaveradi-da, birinchi natijani ko'rasiz. 50 ta odamdan 2 oy davomida nechta odam natija qildi? Aytaylik, 50 ta odamdan tam 35 ta odam natija qildi. Zo'r. Bo'ldi. Endi bu produkt rostdan natija beradi. Endi buni kengaytirsa bo'ladi. Endi Zoom emasda endi yozib olib, production bilan dars kengaytirsangiz bo'ladi. Hozir уже 0-modulni yozib oldik. Lekin hozir mana noto'g'ri narsani ham yozib qo'yishingiz mumkin-da. Men blogging yozsangiz, ertaga psixologiyani yozsangiz, yana qanaqadir bilmayman, topyapsiz. sun'iy intellekt
ular kerak emas sun'iy intellekt nima? Unga sun'iy intellekt nima keragi bor? Endi o'zini boshqarish uchun kerakda. Nimasi kerak? Ratsion tuzishni o'rganib oladi. Nima kerak unga ratsion tuzish sun'iy intellekt orqali? Hayotini qiyinlashtirmay, uni maqsadi prosta ozish kerak. Bunga unga oson narsa bering. Bo'ldi. Hozir mani qiyinlashtirsangiz bu nabarat mana o'zingiz sotishingiz qiyinlashtirgandek ularni ham qiyinlashtira olasizda. Osonroq va anaqa bo'lmasligi kerak. Ya'ni produkt zo'r degani bu hamma narsani tiqish kerak degani emas. Yo'q, unga misol uchun o'sha hayot tarzini to'g'rilash, kaloriya defitsit, to'g'ri psixologiya bo'yicha qo'shsangiz bo'ladi, qanaqadir o'sha keyinchalik qaytmasligi yoki shunga o'xshagan narsalar, lekin asosiy produkt bo'ldi oson. Ko'p dars degani zo'r degani emas. Ko'p narsa berish degani zo'r degani emas. Natija berish. O'zi eng zo'ri nima? Eng zo'ri. Kam dars bilan zo'r natija berish. Bu degani siz keraksiz narsalarni chiqara oldingiz degani. Misol uchun produktni ham bo'lishi mumkin-da, o'zi hozirgi produktda ham qaysidir darsda keraksiz bo'lishi mumkin va meni maqsadim ko'p, yana ham ko'paytirish bo'lmasligi kerak. Keraksiz narsani chiqazorishim kerak. Sizdan xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Keldi, chunki dars ko'rish oson emas, 1000 ta zadacha berish oson emas-da, ya'ni shunaqa bo'ling, oson tushuntiring-da, ko'rish kerak-da, voy, vest tashlash shunchalik oson ekan deyish kerak. Soddalashtirish kerak, o'zi soddalashtirish eng muhim narsa. Ko'rib chiqamiz. Sotuvni ham soddalashtirish kerak. Darsni ham rostdan-da, shunday natija bo'ladi. Bo'ldi. Mana shuni qilasiz, mana litmaga qarang, bu yerda 3000 ta lit ham kerak emas-da, misol uchun 3000 ta litni unuting-da, mana 1,5 ta lit oling, mana yoqdingiz, keyin lit magnit yoqasiz. Lit magnitdan aytaylik, qancha lit olishim mumkin? Hozir bu yoqda aytaylik 60, 300, 450 ta. 450 ta lit olsangiz, bu yoqdan lit magnit dozidan 500 ta lit oladigan bo'lsangiz, 500 ta lit dozidan necha foiz konversiya? 15% bemalol konversiya qilsa bo'ladi. 750 ta bo'ladi. 75 ta bo'ladimi? 75 ta. 75 ta bo'ladi. Bu degani taxminan 175 ta. 150, 180. 180. Endi 120. YouTube'ingiz bor, to'g'rimi? Bor, ha. Nechta video qo'yasiz YouTube'ga? YouTube'ga hozir rejada bir haftada 3 taga Zo'r, 3 taga ulgiyman ekan. bir haftada 3 ta video qo'ysangiz, hamma videoingizni oxirida call to action berib keting produktingizga. Bemalol yana 500 ta lit ola olasiz. YouTube o'zidan. Va yana 75 sotuv qilasiz. 275 ta bo'ldi. Ya'ni boshqa narsa kerak emas sizga. Misol uchun hozir 150 mingta prosmotr lit magnetingiz bu juda qiyin-da. Misol uchun bizning eng katta lit magnetimiz prosmotr bu 20 mingta bo'lgan. 2 yil aylangan lit magnit 20 mingta bo'lgan. Az 150 mingta uchun butun O'zbekiston ko'rsatmoqchimisiz? Anaqa target yoqmoqchimisiz? Shuning uchun keldimda. Yo'q, shunaqa. Men prosta anaqa yaxshiroq tushunish uchun sal qattiqroq gapirish kerak. Zo'r. Shunaqa mashinani olsangiz oson, 1 2 3 4. Misol uchun mana buni qilasiz, aytaylik hozir iyul yarim bo'lgan bo'lsa, iyul oxirigacha shu avgustgacha mashina yopasizda, 30 mingga sotib bemalol. Inshaalloh. Keyin mana potensial katta, mana Alisher aka aytaymi, nimaga sizda potensial katta? Birinchidan doktorsiz. Ya'ni doktorsiz, ikkinchidan shuncha ko'nikmani o'rgandingiz. Ya'ni syomkaga tushish, dars yozish, YouTube qilish. Reels hozir to'g'risi yarim soatda qilib qo'yapman. O'shada mana AI, Reels hammasini o'rgandingiz-da va montaji bitta ichida. mana bitta prosta sotuvni qo'shing o'zingizga, уже bo'ldi, siz realni katta sotuv qila olasiz. Katta sotuv degani siz mana bu yerdagi chala dietologlar bozordan chiqazib olasiz. Tabiiy, chunki sizni eshitadigan bo'lsa, siz ilmiy isbotlab bersiz, sizdan sotib oladi produktni. Siz sotib olgandan keyin natija yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni siz odamlarga yordam berasiz, shu orqali katta daromad ham normalniy bo'ladi. Ya'ni bitta shuni qo'shsangiz bo'ldi. Qolgan men aytaman sizga, любой dietologdan ko'ra potensial katta. Chunki qolgan dietologda kuchli mutaxassis bo'lishi mumkin. Zo'r, siz balki sizdan ham kuchli bo'lishi mumkin. Men uni bilmayman. Lekin ulardagi muammo nima aytaymi? O'zi ko'nikmalarni bilmaydi. Bu ko'nikmalarni o'zi bilmaydi-da, faqat prodyuseri bo'lgani uchun sotayotgan bo'lishi mumkin. Yoki shunaqa kamchiliklari bor-da. Siz ustunlik taraflaringiz bor. Shuning uchun sotuvni qo'shib, qarmozini ko'proq ko'ring. Uyalmasligi kerak. Men maza qilish kerak sotib. Produktingiz ishonadigan bo'lsangiz, nimaga uyalmaslik kerak umuman?
aytdim shu oxirgi konsultatsiyada sotib ko'rdim. Pul ham oling endi. Olmadim lekin. Endi keyingi qadam pul olib gruppaga tashlang, mana birinchi pulni olib. Ko'rsing, bu siz anaqa yomon ish qilmayapsiz. Siz foyda xuddi shu operatsiya boshqa ishga o'xshagan narsa bu yerda. Ha? MVP qilish eng katta plus tarafi, siz darslaringizni boshlayotgan paytingizda hamma darslarni oldindan yozib olgan bo'lishingiz, katta rasxod qilishingiz yoki qanaqadir production jamoa uchun umuman katta vaqt va o'sha resurslaringizni talab qilishingizdan oldin kichkina gruppa bilan 10 ta, 15 ta, 20 ta odam bilan o'zingizni produktingizni sinab ko'rish, testdan o'tkazish va natijaga olib chiqishi eng optimal varianti desa ham bo'ladi. Ya'ni siz birdaniga 300 ta, 400 ta odamga sotishingizdan oldin birinchi 10 ta, 20 ta odamga sotib, o'shani ichida siz produktingizni maksimal holatga olib chiqib olib, o'shani ichida siz darslaringizni sekin-sekin yozishni boshlab, keyinchalik masshtabli chiqsa bo'ladi. O'shaning uchun ham men har doim o'quvchilarga birinchi marta zapus qilayotgan bo'lsanglar MVP produktdan boshlanglar deb aytaman.